الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mehribon va go'zal Robbimiz Alloh azza va jallaga beadad hamd va sanolarimiz bo'lsin. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga durud va tahiyat, salovat va salomlarimiz bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni bilib bilmay qilgan xato, kamchilik, gunohlarimizni o'zi afu mag'firat aylasin. Fi vasoya nafiatin va mazaya rafiatin. Unvonul bayon kitobidan mana foydali nasihatlar va ulug' xulqlar haqida suhbat olib borayotgan edik. Bugun 3-darsimiz inshaalloh. Qolal hakimu man va'azaka faqat ayqadaka. Bir donishmand zot aytdiki, kim nasihat qilsa bas u seni uyg'otibdi. Bir uyqudan uyg'otibdi. Va man bassara faqat nassara. Kimiki seni ko'zingni ochib uyqudan uyg'otgan bo'lsa, shak yo'qki u senga yordam beribdi. Va man awdaha va bayyana faqat nasaha va zayyana. Kim izohlasa va ochiq oydin bayon etsa, samimiyat ko'rsatibdi va ziynatlabdi. Va man hazara va basara fama g'adara va ma qasura. Kim ehtiyot va ogoh bo'lsa, mana shu nasihatlarni o'ziga oladigan bo'lsa, ogoh bo'ladigan bo'lsa, demak u xiyonat qilmabdi, e'tiborsiz bo'lmabdi. Demak, nasihatdan nimanidir o'zimizga shuncha eshitganlarimizdan aqalli o'zimizga eng yaxshilariga ergashadigan bo'lsak, ayni mana shu xiyonat qilmaganlar safiga qo'shilar ekanmiz. Naqlus sahari alal a'naqi aysaru min tafhimi man la yafhamu. Boshqa bir donishmand aytadiki, harsang toshni yelkada olib yurish fahmlamaydigan kimsaga tushuntirishga urinishdan osonroqdir. An-nasihatu bish'atul mabadi hulwatul awaqibi. Nasihatning boshi yoqimsiz bo'ladi, oxiri totli bo'ladi. An-nasihatu kad-dawa'i yasu'u isti'maluha va yasurru maluha. Nasihat doriga o'xshaydi, uni iste'mol qilish odamni bezdirishi mumkin, oqibati esa quvontiradi. Alloh sizni bizlar Ali roziyallohu anhuni o'g'liga qilgan nasihatlari haqida tanishib, o'zimizga ibrat va nasihatlar olayotgan edik. Bugunlik suhbatimizda Ali roziyallohu anhuni o'g'liga qilgan nasihatlari va Luqmon Hakimni nasihatlaridan qisman ko'rib chiqamiz inshaalloh. O'zgada yomon deb topgan narsang senga adab berishga kifoya qiladi. Ya'ni kimdadir yomon narsani ko'ryapmiz va bildikki shu narsa yomon. Aytaylik, kimdir nohaq uryapti, kimgadir zulm qilyapti, kimdir molini nohaqdan yeyapti, kimgadir zo'ravonlik qilyapti, kimdir aroq ichib yuribdi, kimdir chekyapti, kimdir gunoh ma'siyat qilyaptiki, siz o'shani ko'rib turib, ko'rdingizda o'shani yomonligini bildingiz. O'zi insonning tabiatiga joylangan o'zi yomon narsalar. Nima, qumor o'ynayotgan u yomonligini bilmaydimi? Juda yaxshi biladi. Aroq ichayotgan harom gunohligini bilmaydimi? Biladi juda yaxshi. Zino qilayotgan zinosini haromligini bilmaydimi? Hamma. Ana endi siz o'sha narsani ko'ryapsiz-ku, narsa yomon deb topyapsiz. Demak, o'sha insonning odob, tarbiya olishiga kifoya qilar ekan. Hali adabni beodobdan o'rgan deydi-ku. Qanaqa qilib bunday zot, ulug' zot bo'lib ketdingiz desa, bu ahmoqdan o'rgandim deydi. Qanday qilib desa, o'sha ahmoq qilgan ishlar teskarisini qilaverdim. Yaxshi inson, zohid insonga aylanib ketdim deydi o'shaning uchun. Sening zimmangdagi birodaringning haqqi uning zimmasidagi sening haqqing mislichadir. Ya'ni bir birodarimizga qay darajada botin olyapmiz. Men misol uchun bunda haqqim bor, bunda deyapmizki, demak bilaylikki, bizni yelkamizda ham bizni o'sha birodarimizga qanchalik haqqimiz bo'lsa, uni ham bizni yelkamizda shunchalik haqqi bor ekan. Yana musulmonni
musulmon birodarlar o'rtasida haqlari bor. Buni ham suhbatlashgan edik. Misol uchun o'shalardan bittasi vafot etadigan bo'lsa, janozasida borib qatnashishlik, kasal bo'lsa, borib ko'rishlik, shunga o'xshash. Musulmon ustidagi haqlari bor. Shunday ekan, biz birodarlarni ham bir-birimiz ustimizda haqlarimizni ado etishib yurishligimiz kerak bo'ladi. Ana to'g'riligini anglamasdan ishlarga kirishgan kishi musibatlar o'tiga o'zini urgan bo'ladi. Bir ishni to'g'rimi, noto'g'rimi, shu boshlaydigan ishim to'g'rimi, noto'g'rimi, shariat nima deydi? Shariatga to'g'ri keladimi? Birinchi shariat qolipiga solamiz. To'g'ri keladimi, kelmaydimi? Shariatga to'g'ri keladigan bo'lsa, ana undan keyin uni tadorigini ko'ramiz. Buni ishimda bunday qilsam ziyonga kirmaymanmi yoki foyda topamanmi? Har bir narsani o'ylab turib mana shuni agar biz ishga kirishadigan bo'lsak, musibatdan xoli qolar ekanmiz. Agar oxirini o'ylamasdan ish qiladigan bo'lsak, hozirgi kunda aytaylik 7 o'lchab bir kes deydi. Hozirgi kunda o'sha 7 o'lchab emas, balki 70 o'lchab bir kesadigan paytga kelib qoldik hozir. Mana shunday qilmas ekanmiz, to'g'riligi haqida ishonch hosil qilmas ekanmiz, musibatga o'zini urgan bilan barobar bo'lar ekan. Ishdan oldin tadbir qilish seni afsus nadomatdan asraydi. Bir ishga kirishar ekanmiz, uni tadbirini qilsak, bunday qilsak bunday bo'ladi, bunday qilsak bunday bo'ladi. Demak, bu ishimiz mana bu natija bilan tugaydi deb turib, mana shunday tadbir qilib turib biz bir ishga kirishadigan bo'lsak, nadomatdan bizni asrar ekan o'sha qilgan tadbirimiz. Kim fikrlarning yuziga yuzlansa, xato o'rinlarni ilg'aydi. Bir fikr qilyapsiz, qanday fikr qilyapman deb turib o'sha fikringizga o'zingiz yuzlanadigan bo'lsangiz, xato o'rinlarda ilg'ay olar ekansiz. Sabr qashshoqlikka qarshi qalqon. Insonni qashshoqlik nima deganda o'zi qalbdagi Allohga bo'lgan taqvoni yo'qligi. Mana shu asli qashshoqlik bo'ladi. Baxillik kambag'allikning chodiri. Baxil inson bu kambag'al inson hisoblanar ekan. Bu boy badavlat davlati bo'lishi mumkin, lekin baxil bo'ladigan bo'lsa, asli qalban u qashshoq hisoblanar ekan. Hirs qashshoqlik belgisi. Hirs nimaga qo'yyapti? Obro' e'tiborga, shon sharafga hirs qo'yyaptimi? Ayollarga hirs qo'yyaptimi? Pulga, mol, davlatga hirs qo'yyaptimi? Bu qashshoqlikni belgisi hisoblanar ekan. Qarindoshlik aloqalariga rioya qiluvchi kambag'al kishi qarindoshlik aloqalarini uzuvchi boydan yaxshiroqdir deyilyapti. Mana bir qo'li yupqaroq qarindoshingiz mumkinki, lekin ikkita dona non ko'tarib bo'lsa ham siz oldingizga siylay rahim qilib keladi-da. Lekin bir boylar bor, kerak bo'lsa oyda bir, yilda bir eslamaydi bir qarindoshini, xolasini, tog'asini, ammasini. Bular ham siylay rahimga kirganlar. Bularga ham yaxshilik qilishlik yelkamizdagi vojibimiz. Lekin shuni ham bajarmaydigan qo'lida puli bor akalarimiz, ukalarimiz bor-da, lekin qilmaydi siylay rahim. Ana shu kambag'al bo'lsa ham qarindoshchilikda aloqasiga rioya qiladigan qarindosh boy qarindoshdan yaxshidir, shunaqa amal qilmaydiganlar. Har bir narsaning taomi bor. Har bir narsaning taomi bor. Odam bolasi endi nimani taomi ekan? Odam bolasi o'limni taomi bo'lar ekan oxir oqibatda. Ey o'g'ilcham, gunohkorning gunohiga qarab noumid bo'lma. Biz o'zimizni qilib o'tgan hayoti dunyoda qilgan biram gunohlarimiz bor, uyaladigan gunohlarimiz bor. Alloh kechirarmikan meni degan gunohlarimiz bor. O'sha gunohlarni eslab turib, endi meni bo'larim bo'ldi, endi nima ham bo'lardim? Shuncha yil ichdim. Endi qancha umrim qoldi? Gunoh ma'si yashadim, endi bu yoqdan Alloh kechirarmidi, endi bo'larim bo'lgan demagan deyapti bandaga. Ya'ni Alloh taolo aytadi-ku, la taqnatu min rahmatillah deydi. Alloh taoloning rahmatidan hech qachon noumid bo'lmanglar. Ey nafslarini gunohlarga qorishtirib tashagan bandalarim, Alloh taoloning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Alloh taolo shirkdan boshqa gunohlarni kechiradi. Qanchadan qancha gunohkor insonlarni gunohini kechiradi.
O'shaning uchun G'afurur Rahim sifati bor, mana kechirguvchi va rahmdillik sifati bor. Bunda ham aytilinyaptiki, hech qachon gunohi tufayli Allohdan umidni uzib yorishlik yaxshi emas, balki Alloh kechirar meni ham, Alloh kechirar bir kun deb turib ibodatda bardavom bo'lishlikka buyurilyapmiz. Chunki qancha gunohga sho'ng'uvchilar bor, oxiri yaxshilik bilan xotima topadi. Mana qanchadan qancha gunoh qilib qo'yganlar bor, oxiri yaxshilikni topib jannatga kirib ketganlar bor. Ya'ni bu majoz ma'nodaki, haligi rivoyatda ham keladi-ku, bir fohisha umri davomida fohishalik bilan shug'ullanib yurib, o'sha umrini badnom qilib, gunohga qorishib ketib, oxirida o'sha bir itga qo'vchida suv berib qo'yganiga jannatiy bo'lib ketgan ekan. Qancha xayrli amalga astoydil kirishuvchilar bor, umri so'ngida shu amalini buzib qo'yadi, oqibatda esa do'zaxga ravona bo'ladi. Butun umri bilan ibodatini o'tkazganlar bor, ibodatda o'tkazganlar, tahajjudlarni qilib, birovga yomonlik qilmasdan ro'zador, o'sha ibodatlarda qoyim, taqvodor, zohid bo'lib o'tgan insonlar bor, oxirida xato qilib qo'ygan. Oxirida Allohga isyon qo'ygan va oxir oqibatda esa do'zaxga ravona bo'lganlar bor. Xuddiki haligi bir aka-ukani rivoyati kelgan edi-ku, bir aka faqat ma'siyatda, faqat o'sha dunyoni kayf safosiga uchib, dunyoni lazzatiga uchib, aldamchi dunyoni rohatlariga uchib, ibodat qilmasdan, Allohga ibodat qilmasdan umrini gunohda o'tkazgan. Buni ziddida esa ukasi qanchalik ibodat, taqvoda o'tkazgan umrini. Men shuncha yil gunoh ma'siyat qildim, ukamdan shu borib ibodatda o'rganay, namozni o'rganay, Allohga endi bog'lanay, shuncha gunoh qildim deb afsus nadomat bilan yo'lga chiqdi ukasini oldiga. Ukasi esa uni aksida shuncha yil ibodat qildim, shuncha yil taqvoda yurdim, endi bir kun qilsam hech narsa qilmas, endi bir akamdan men ham bir maishat qilib ko'raychi, qanaqa bo'lar ekan deb turib yo'lga chiqdi. Ikkalasi ham yo'lda vafot etdi. Keyin nima bo'ldi oqibati? Aka jannatga kiritildi, uka esa niyatiga yarasha do'zaxga kiritildi. Mana shunda aytilyaptiki, qanchadan qancha chiroyli amal qilib, savobli amal bilan o'tkazib qo'yganu, lekin oxirida o'sha bitta aybi tufayli do'zaxga ravona bo'lgan insonlar bor. Nafsga qarshi chiqish, nafsni to'g'ri yo'lga yo'llashdir. Nafsingizni tumshug'iga urib turmasangiz, nafsingiz sizni boshqa yo'lga tortadi. O'shanga qarshi chiqib turishlik, bu nafsni to'g'ri yo'lga solib turishlik bo'lar ekan. Soatlar umrlarini qisqartiradi. Sen bir ne'matga faqat boshqasidan ajrash bilan yetishasan. Soat o'tyapti, vaqt o'tyapti, umrimizni qisqartiryapti. 1 minut o'tdi, 1 yil o'tdi, 10 yil o'tdi, umrimiz qisqaryaptimi? Borgan sayin bizga berib qo'yilgan o'lchovda o'sha berib qo'yilgan umr asta-sekin soat o'tishi bilan qisqaryapti bizning umrimiz. Sen bir ne'matga faqat boshqasidan ajrash bilan yetishasan. Bitta ne'matga biz aniq bu narsa. Boshqasidan ajralish bilan yetishamiz. Aytaylik, bir uzoq joylarga borib ishlayapsiz, mehnat qilyapsiz. Nimani evaziga biz pul topyapmiz? Sog'ligimizni yo'qotish evazigami? Misol uchun aytaylik, nechadir yoshga kirdik, rohat farog'atda yashayapmiz. Aytaylik, mashinalar oldik, chiroyli uylar qurdik, bola chaqalar orttirdik. Nimani evaziga? Umrimizni boy beryapmizmi uni ostida? Nimadandir ajralyapmiz. Bir haqiqat o'rnida aytishimiz mumkinki, bu zamonda kechayotgan kechalar bir to'xtab o'tadigan manzillardir. Umrlar bu manzillarda o'raladi va yoyiladi. Bu hayoti dunyo bizlar uchun vaqtincha ekan. Bu dunyo hayotning manzili, bir to'xtab o'tadigan manzili, dunyoni o'zi. Umrlar bu manzillarda o'raladi va yoyiladi. Xo'p, shu manzillarda har kim o'zini rizqini topadi. Bas qisqa kechalar g'amlar bilan uzun bo'ladi. Bir nimadan tashvish qilsangiz, bo'lib o'tgan narsani eslab g'amga botadigan bo'lsangiz, u kechangiz biram uzun bo'ladi. Nimaga? Uyqu kelmaydi. Kechalar o'z-o'zidan uzun bo'ladi. Lekin uzun kechalar bor, xursandchilik bilan
qisqaradi. Qisqa bo'ladi. Ya'ni bir xursandchilik paytingiz keladi, bir pasda o'tib ketibdi-da deysiz. O'sha kechani bu xursandchilik bilan qisqa ko'rinadi. Demoqchi bo'lganiki, xursand bo'lsangiz ham o'sha kecha o'tadi. Mahzun bo'lsangiz ham o'sha kecha o'tadi. Mahzun bo'lib tunni uzaytirgandan ko'ra xursand bo'lib tunni qisqartirgan yaxshi ekan. Ogoh bo'l, bu dunyo yashnagan bir bog'chadir. Qachonki bir tarafi ko'karsa, boshqa tarafi quriydi. Bir kuni bu bog'chadan o'tgan kishi uchun ko'zlaringni ko'z yoshi bilan surmalama. Ya'ni bu dunyo bir bog'cha ekan. Birta joyi ko'karib tursa, boshqa joyi so'liydi albatta. Deylik bir pomidor ko'chatni olaylik. O'sib, yashnab tepaga qarab ko'karib ketaveradi, pastdagi barglari sarg'ayadi, quriydi. Bu hayoti dunyo ham shunday bog'cha ekanki, bu dunyodan kimdir o'tadigan bo'lsa, qaysidir birimizni, otamizni, onamizni, yaqinimizni, birodarimizni Alloh taoloning irodasi, taqdiri shunga bog'lanib ko'z yoshingni har doim ko'z yosh qilib yuravermagin, deyapti. Natijada bugunlik kuningni yo'qotib qo'yasan. Chunki sen ham undan o'tguvchisan. Bir kun biz ham o'tamiz. İnsanlar faqat ilm girdobiga sho'ng'iydilar. Ba'zi insonlar bor, farzandini berib qo'ygan bo'lsa, o'sha farzandiga qayg'urib umrini zavolga duchor qilib olganlar bor-da. Yoki o'sha musibatni ko'tara olmadi-da, paloni o'tgan, shuni ko'tara olmay ichyapti-da deydi. Yoki bo'lmasa, mana shunday holatdagi insonlar ko'rib qolasizki, bundan qaytarilyapti. İnsanlar faqat o'lim girdobiga sho'ng'iydilar. Baribir o'lamiz hammamiz. Bas ayrimlari tuproq ustida aylanyapti, ayrimlari tuproq ostida. Ali roziyallohu anhu aytadi, rohat mashaqqatga. Rohatda yuribsiz, bir kun kelib sizga mashaqqat kelishi mumkin. Tayyor turish kerak. Bugun rohatda, bugun zo'r yashayapmiz, ertaga o'sha narsa yo'q bo'lishi mumkin. Bu yaqin. Baxtsizlik ne'matga yaqin. Baxtsiz bo'lib yuribsiz, lekin buni ortida juda noshukrlik qilib yormasdan Alloh bizga ham beradigan kuning bormikan? Bizni ham yelkamizga, ko'kramizga shabada teganmikan deb Allohga isyon qiladigan so'zlarni gapirib qo'ymagan. Bu ne'matga yaqin bo'lishi mumkin o'sha baxtsizlik. O'lim hayotga naqadar yaqin deyapti. O'lim ham hayotga naqadar yaqin. Rohat mashaqqatga, baxtsizlik ne'matga, o'lim hayotga naqadar yaqin. Bas ilmli kishi, amali bor kishi, muhabbati bor kishi, g'azabi ham faqatgina Allohning rozichiligi uchun g'azab qiladigan bo'lsa, shu din uchun, Allohning rozichiligi uchun g'azab qiladigan kishi bo'lsa, olishi, bir narsani olishligi va tark etishi Allohning rozichiligi uchun xolis bo'ladigan va gapiradigan gapidan qo'rqadigan, ya'ni Allohdan qo'rqadigan, Alloh uchun tayyorgarlik ko'rib yuradigan, o'zini safarbar qilib turadigan, so'ralsa ochiq javob beradigan, so'ralmasa jim turadigan, gapi to'g'ri, samimiy bo'ladigan, insonlarga samimiy kishi. Sukuti ojizlikdan emas, ahmoqqa sukut javob deydi-ku. Sukuti u insonda ojizligidan emas, balki o'sha Allohning rozichiligi uchun sukut qiladigan insonga jannat bo'lsin shunday kishiga deyilyapti. Ne'matlardan mahrumlikka, ya'ni bir ne'mat turibdi, uni mahrumlikka, rasvolikka, Allohga itoatsizlikka, noshukrlikka, Alloh xunuk sanagan narsalarni o'zi uchun chiroyli deb biladigan, bir shariat ahkomini shuni bilchi desa, shariat hukmini eshitgisi kelmaydigan insonlar bor-da. Nimaga? U nafsga yoqmaydi-da. Yo, mana ishing harom, mana uni qilma deydigan bo'lsa, o'sha narsa buni nafsiga yoqmaydi. O'shandan qochib yuradi. Shunday kishilarga do'zax bo'lsin deyilyapti. Hayosi va saxovati bo'lmagan kishi hayotdan ko'ra o'limga loyiqroqdir. Hayosi, al-hayau minal iymon deydi. Hayo bu iymondandir. Iymoningiz qandayligini hayoingizdan bilib olsangiz bo'ladi. Bir insonning hayosi qanchalik? Uni iymoni o'sha hayosida bilinar ekan va saxovatida bilinar ekan. Hayosi bo'lmagan inson bilan saxovati bo'lmagan inson lan tanalul birra hatta tunfiqu deb keladi. Yaxshilikka yetmaysizlar, ya'ni jannatga erishmaysizlar, infoq ihson qilmaguninglargacha. Bu qo'limizda nima bor? Ming so'm bormi? O'sha ming so'mni infoq qilib turishimiz kerak. Bu shuni dasturul amal qilib olishligimiz kerak.
Bu 1000 so'm hech kimdan hech narsani bir kamaytirib qo'ymaydi, lekin oxiratda o'sha juda katta sizga yutuq bo'ladi. Hayosi va saxovati bo'lmagan kishi bu dunyoda yashashini keragi yo'q. Qimmatroq va soddaroq ikki kiyimdan qaysi birini kiyish va lazizroq va bemazaroq ikki xil taomdan qaysi birini yeyish e'tiborsiz bo'lmaguncha kishining mardligi mukammal bo'lmaydi. Qimmat kiyimni kiyib yuradingiz, zo'r mashinada yuradingiz, zo'r uchastkalarda yashab turadingiz, bir musibat keldi, bir Allohning sinovi keldi, o'sha narsa, o'sha ne'mat olib qo'yilindi. O'sha kiyimni aytaylik, zo'r italyanskiy, turetskiy kiyimlarda, zo'r krossovkalarda qimmatlari bor-da, hozir $400-500, $1,500 bor. Kiyimlarda ham shunaqalar. Shunaqa brendlarni kiyib yurgan inson 2 kundan keyin Alloh taolo olib qo'ysa, uni trikotajda ham kiyishga qodir bo'lmagungacha va zo'r hashamatli ovqatlanib yurgan inson, zo'r restoranlarda, bugun mana restoranda ovqatlanaman, bugun falon kafeda bo'laman, bugun falon taomni yeyman deb taomlarni ham chertib haligi zo'r salatlarda, qimmatbaho taomlarni yeb yurgan inson oddiy mashhurdan ham ichib yuradigan, o'shanga shu holatga tushib qolganda ham isyon qilmasdan rozi bo'lib Alloh berganingga shukr deydigan inson haqiqiy mukammal mard kishi hisoblanar ekan. Aqulu qawli hadha va astaghfirulloha li va lakum. Vassalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.